Hurmatli hamyurtlar, mana bugun hech ijtimoiy tarmoq orqali men chiqish qilmaganman. Men ismim Rustam, familiyam Boyqobilov. Ko'plar Rustam doktor deyishadi, Rustam tabib deyishadi. Chiqish qilmaganman. Ko'p kasalliklarni lekin davosini topganman. Ko'p bemorlarim shifo topib ketishgan. Shuning uchun ijtimoiy tarmoq orqali chiqish qilishga bugun qaror qildim. Bugun 2025-yil 23-mart. Bu ijtimoiy tarmoq orqali chiqish qilishimdan sabab ko'p bemorlarim kelishyapti. Biz eshitmagan ekanmiz. Qo'shnim tuzalib bordi, akam tuzalib bordi, ukam tuzalib bordi, onam tuzalib bordi. Keyin men ham kelishga qaror qildim deydiganlar ko'p bo'lishyapti. Shuning uchun shu Telegram orqali, ijtimoiy tarmoq orqali bugun chiqishga qaror qildim. Ko'p kasalliklarni davosi topilgan. Hurmatli shu kasalliklarni boshdan o'tkazayotgan bemorlarim, kelingizlar. Uyqusizlikni davosi topilgan, bosh og'riqligi topilgan, asabligi topilgan, nevroz, vahima, qo'rqish, siqilish, yurak tez urib qolishi, bosh aylanishi, yelka og'riq, bo'yin og'riq, bo'yin grija, bel grija deyishadi. Grija emas ular. Biz davolaganimizdan sog'ayapti. Agar grija bo'lsa sog'aymasdi. Oyoq og'riq, bel og'riq, bosh og'riq, asab, uyqusizlik, xullas ko'p kasalliklarning davosi bor. Uyqusizlikda tuni bilan tong otguncha uxlay olmaydigan insonlar bor. Uxlasa ham miyasi uxlamaydiganlar bor. Biz barcha kasalliklarni, ko'p kasalliklarning davosini topganmiz. Kelingizlar. Meni maslahatim, kelinglar, shifo topinglar. Meni qo'limdan kelgancha men sizlarni sog'aytirib, eson-omon ketayotganda xursand bo'lib, rozi bo'lib chiqib ketishlaringizga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Shundan sog'ayib ketasizlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Men qisqacha gapirdim. Chunki qisqacha bo'lsa tezroq ko'rishga imkoniyat bo'lar ekan. Shuning uchun qisqaroq qildim. Kelingizlar, maslahat beraman. Telefon raqamim 99lik kod bilan 668 0368. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Uzun qishlog'ida yashayman. Hozirda videomda olyapmiz. Qamashida Abdulloh Shifoh degan shifoxonada ham faoliyat ko'rsatyapmiz. Endi mana shu ro'za oyidan keyin nasib bo'lsa ishni boshlaymiz u yerda ham. Kelingizlar, sog'ayib ketingizlar. Qamashdagi manzilimiz bu Qamash tuman markazidagi manzilimiz infeksion больница, ya'ni yuqumli kasalliklar shifoxonasining yonginasida joylashgan Abdulloh Shifoh shifoxonasi. Videomda olyapmiz. Manzilimiz mana shu Uzun qishlog'ida, Robot qamoq xo'jaligi Uzun qishlog'ida joylashgan. Mo'ljal sauna 64-maktab. Kelingizlar, qo'limizdan kelganicha yordam beramiz. Rahmat.